Tasavvur qil, dushanba tongi. Budilnik jiringlaydi. Odatda shu paytda oshqozoning qisilib ketadi. Turish kerak, tiqilinch metrolarga chiqish, rahbarning yuzini ko'rish, chidash. Lekin bugun sen turmaysan. Sen erinib telefoningga qo'l cho'zasan, bank ilovasini ochasan va bildirishnomani ko'rasan. Dividendlar tushdi, 50 ming rubl. Sen hozirgina supermarket kassirining bir oylik maoshini yotoqdan turmasdan ishlab olding. Sen vaqtingni sotmading, asablaringni sotmading. Pul sening o'rningga ishladi. Bu soddadil odamlar uchun ertakdek yoki navbatdagi piramida reklamasi kabi eshitiladi. Ko'pchilik aynan shunday o'ylaydi. Ular dividendlar bilan yashash uchun oligarxning o'g'li bo'lish, zavod o'girlash yoki $1 million bo'lish kerak deb ishonadi. Bu o'rgatilgan ojizlik deb ataladi. Biz kapital, ular uchun, elita uchun, bizning taqdirimiz esa pensiyagacha ovqat uchun ishlash. U ham bo'lmasa deb o'ylashga o'rganib qolganmiz. Bugun biz bu o'rnatmani buzamiz. Kalkulyatorni olamiz, quruq matematikani qo'llaymiz va erkinligingning aniq narxini hisoblaymiz. Rossiya bozorida oyiga kamtarona, lekin gururli 50 ming rubl passiv daromad olish uchun real ravishda qancha sarmoya kerak? Dividendli maosh strategiyasini ko'rib chiqamiz. Hozir faqat tiyinlab yigayotgan bo'lsang ham bu portfelni noldan qanday yigish mumkinligini aytamiz. Mening ismim Invest Mushuk. Bu kanalda biz loydan saroy qurmaymiz, biz aktivlardan poydevor quramiz. Bugun yashirinib bo'lmaydigan raqamlar haqida gaplashamiz. Yuqori daromadlilik tuzog'i va nima uchun dividendlar bilan 50 ming, maoshdagi 100 mingdan ko'ra zo'rroq ekanini tushuntiramiz. Agar hayotingni pulga almashtirishdan charchagan bo'lsang, bu video sen uchun. Qani ketdik, boshlashdan oldin falsafani tushunaylik. Nega aynan 50 ming? Nega million emas? 50 ming rubl hududlarda o'rtacha maosh. Bu asosiy ehtiyojlarni yopadigan summa, ovqat, kommunal to'lovlar, internet. Bu moliyaviy xavfsizlik darajang. Shu oqim bo'lsa, ish majburiyat bo'lishdan chiqadi. Sen och qolmaslik uchun emas, xohlaganing uchun ishlaysan. Endi matematikaga o'tamiz. Oyga 50 ming olish uchun yiliga 600 ming rubl kerak. Bu pul qayerdan keladi? Ikki yo'l bor. Birinchi yo'l bank omonati. Hozir stavkalar yuqori 15 yoki 16%. Go'yoki oson, 4 millionni 15% ga qo'yding, yiliga 600 ming tayyor. Lekin bu tuzoq. Asosiy stavka tushishi bilan u albatta tushadi, daromading qovoqqa aylanadi. Omonat kapitalni ostirmaydi. Inflyatsiya 5 yilda 4 millioningni yeb bitiradi. Ikkinchi yo'l dividendli aksiyalar. Bu real biznesdagi ulush. Sberbank, Lukoil, Rosneft. Biznes osadi, narxlar osadi, dividendlar ham osadi. Rossiya bozorining tarixiy o'rtacha dividend daromadliligi 10 yoki 12% atrofida. Keling, soliqdan keyin sof 10% ni olaylik. Formula oddiy, xohlagan daromad 600 mingni nobutun onga bo'lamiz. 6 million rubl chiqadi. Hozir ko'pchilik videoni o'chiradi. Mushuk, sen aqling joyidami? 6 millionni qayerdan olaman? Men 40 ming topaman-ku. To'xta, vahima qilma. Agar 6 millionga qarab qotib qolsang, seni falaj qiladi. Bu xuddi Everest choqqisiga tapichkada qarab turgandek. Optikani o'zgartiraylik. Erkinlikni yillar bilan emas, kunlar bilan sotib olaylik. Oyiga 50 ming nima degani? Kuniga 1660 rubl. Kuniga 1660 rubl passiv daromad olish uchun 10% yillikda taxminan 200 ming rubl kapital kerak. 200 ming bu 6 million emas. Bu eski Jiguli yoki yangi iPhone narxi. Birinchi 200 mingni aksiyalarda yigdingmi? Tabriklayman, oyga bir kun erkinlik sotib olding. Har oyning birinchi kuni ishlamasliging mumkin. Seni kapitaling to'laydi. Keyingi yili yana 200 ming yigding, endi 2 kun erkinlik. Sen taqvimni yashil kunlar bilan to'ldira boshlaysan. Bu hayotning gamifikatsiyasi. Endi bu qo'rqinchli tog' emas, balki tushunarli quest. Endi asosiy dushmanlar haqida. Inflyatsiya va inqirozlar. Siz aytasiz, Rossiyada 10 yilga reja qilib bo'lmaydi. Ertaga Gazprom dividendlarni bekor qiladi, dollar 200 bo'ladi. Va siz haq bo'lasiz, risk doim bor. Lekin risklarni solishtiraylik. Variant A, siz investitsiya qilmaysiz, hammasini sarflab yuborasiz. 45 yoshda ishdan bo'shatilasiz, sog'liq pand beradi, aktivlar, no. Bu risk emas, bu kafolatlangan qashshoqlik. Variant, siz portfel yiggansiz. Ha, bozor 30% tushdi. Ha, kimdir to'lovlarni bekor qildi. Lekin siz mamlakatdagi 20 yirik kompaniyaning ulushiga egasiz. Odamlar baribir magnitda ovqat oladi, MTS orqali qo'ng'iroq qiladi, Lukoilda yoqilg'i quyadi. Biznes moslashadi. Narxlar osadi, dividendlar ham osadi.
Aksiyalar uzoq muddatda inflyatsiyadan himoya, matras ostidagi naqd pul esa pulni kafolatli yo'q qilishdir. Yana bir mif, investitsiya qilish uchun kop topish kerak. Keling, ikki qahramonni qoraylik. Chapda Anton. Maoshi 100 ming, lekin Anton marketing qurboni. Qimmat ipoteka, unga mos kelmaydigan kvartira. Xitoy mashinasi uchun avtokredit. 300 rublik kofe. Oy oxirida 0 yoki minus. Uning dividendlari cashback, u ham darrov sarflanadi. Ongda Denis. Maoshi 60 ming. Kamtarona ijara, проездной, uyda ovqat pishiradi. U oyiga qat'iy 20 ming jamg'aradi. Dividendli aristokratlarni oladi, barcha dividendlarni qayta investitsiya qiladi. Bu murakkab foiz. 8-mo'jiza. 10 yildan keyin Anton hanuz eski mashina uchun kredit to'laydi. Denisda esa ikkinchi maosh olib keladigan kapital bor. Kim boyroq? Ko'p sarflaganmi yoki aktiv sotib olganmi? 6 millionni yegish uchun umr bo'yi maoshdan jamg'arish shart emas. Senga qor uyumini ishga tushirish kerak. Avval sen kapital uchun ishlaysan. Dastlabki 100 va 500 ming qiyin bo'ladi, lekin keyin sehr boshlanadi. Dividendlar keladi. Avval yiliga 5 ming, 2 kahva puliga yetadi. Kulgilimi? Yo'q, sen ularni sarflamaysan, aksiyalarni ko'paytirasan. Keyingi yil 10 ming, keyin 50 ming. Bir payt kelib portfeling maoshingdan ko'proq pul keltira boshlaydi. Bu qaytmas nuqta. Qor uyumi ozi dumalaydi.